$100 emasmi? 250.000 dollar, 250.000, 250 dollar bermoqchimi? Yoki 250.000 rubl? Hamma bedda ishqilib. Yolg'ondan bo'lsa ham. Opang kuchaydi. Qayerdan kuchayadi opang? Opangizni kuchaytirib olishga yordam bering. Nuqta virgulcha. Ha, hozir qayerdaman? Peterdaman hozir. 50 dan 5 oy plan yopish kerak ekan unaqada. Menga bunaqa gaplar gapirmang qo'chqor. Unaqa qilib yopsa, вообще men pul yig'olmayman. 250 rubl tashla 250 rubl tasha birinchi. Salom sestra. Salom abu bandit. Pochini ochaymi? 100 naqd. 100 rublmi? Dollarmi или? 100 rubl bo'lsa poching yo'q. Не хочу. Keyin Asiya 100 rubl berganman deb maqtanib yurasiz. Menga normal pul beringlar. Настольный komp yig'ish chem MacBook. Bilmayman davlatni. Xullas beringlar yig'aylik. 1000 so'mdan bo'lsa kerak. 100 so'mdan bo'lsa kerak. Yevro yemaydi. Xullas bering, davay. Kim mard bo'lsa, mojik bo'lsa bersin, bilmayman. Menga mardlik qilinglar. Faqat настроениямni buzishni bilasizlar-yu. Ko'tarishni ham hatto uddalanglar bir marta. Livonlar shu yerda ko'kos tegmasin. Unda uncha beramiz, allyaptilar. Kimli 63. Kimli 63. Nima? Beringlar bo'ldi, asabimga buzmanglar-da, qo'shilinglar, mard bo'lsanglar. Har kun yalinib o'tiramanmi endi? O'zlaringlar bilib beravermaysizlar. Mani Asiya, singlim. Xudo bir duo qilib qo'ying. Hamma sizdan qaytmasa, Xudodan qaytsin deb. Bo'ladi shunaqa. Tilda shtanka ko'targan. Tamam. Shunaqami deyman. Qo'chqor siz aytdingiz-ku hozirgina beraman deb. Qani? Bering. Mard bo'lsangiz, erkak bo'lsangiz, yo'q, qo'chqor siz emas. Siz aytmadingiz. Kompyuterimni beraman desiz. Извините, do'stim. Kechirasiz. Siz nekiz boring, to'g'irlab keling. Oling nekiz bilan qo'chqor bo'lgansiz. Nega qara qo'chqor. Yo, oldin o'zi boshqa nekda edi bu. Yaxshi odam bu kishi. O'ylaydigan kayf holatda ham tortmaydi. O'ylaydigan kayf holatda ham tortmaydi. Degani nima degani? Og'ir 250. Xullas, ko'p gapirmayda, nuqta bersangiz bering. Hammani qarzdor qildi bu. Taka deb qo'yaymi men ham? Taka sasov bo'ladi. Qo'chqorni so'yib maza qilib yesa bo'ladi. Ismim Qo'chqorda. Avval familiyamni yozib yurardim, xolos. Usmon Fotimish deb. Ana, shu kerak edimi sizga? Bo'linglar do'stlar, tez bo'linglar. Mayli, kim bo'lsanglar ham yaxshi odam bo'linglar. Nima bo'lsanglar ham kafu qilinglar, yo bo'lmasam pul beringlar. Men jiddiy aytyapman. Hazillashmayapman. Kulganimga ishonmanglar. Nahotki shuni mardlar yo'q? Efirimga, boshqa efirlarga boq. Mani efirimga nima mardlar kirmayapti? Qo'yxonada majlis qilib ism tanlashganmi? Bu qiz o'qiydigan pul yig'amiz, jinimisiz? To'xtab turing. Kompyuter olishim kerak, mazgi. Rahmat, adushi, shunaqa, равнодушный. Равнодушный, правильно? Yozib qo'yarsan-a lichkaga. Men sizga yozaymi? Siz menga yozing. Siz menga yozsangiz, men sizga yoza olaman. Bo'linglar, pul beringlar menga.
Hammalaring tez. Zenit. Правильно, да. Okey, sağ uyquga yo'qmi? Samir, ko'zimga uyqu kelmayapti, pul kerak. Og'ir vaziyatdaman. Yozdim davno. Nima kelmagan? Oz qarayman. Siz ham bering tez. 500 mendan tug'ilgan kuningizga. 500 rublmi? 500 rubl. Ya jallod, shuncha berasizmi? Kam-ku bu. Allamayman. Qachon tug'ilaman? Bugun tug'ilgan kunim. Necha kiloli vaziyatdasiz. Og'ir. Siz nima berasiz? Biz pul bersak, sizga duo qilaman. Xudo omad bersin, baxt bersin. Allohdan deyman, shuni duo qilaman. Men sizga duo beraman. Ana, oltin olma, duo ol deganlar. O'sha uchun pul bering, duo qilaman. Yaxshi-ku. Hozir na negativ yozishib bo'libdi, na nima yozishini bilmay qoldi menimcha hozir. Zo'r gap bo'ldi. Конечно, zo'r gap bo'ldi. Yomon ответ bersam, toshlayman. Yomon gapga yozardim. Do'stlar, shunaqa. Xohlasanglar savobga qo'shilinglar. Asiyaga nima zo'r xizmanda просто tak bitta narsa aytaymi? Yaxshi qiz bo'lish ham yomon qiyin. Menga to'g'risi chiroyli qizman. Ko'chaga menda